Agar siz case bilan protsessorni adashtirsangiz, kompyuteringizni ichida nima borligini bilmasangiz, bu video aynan siz uchun. Tez va qisqa qilib hamma narsani tushuntirib beraman. Boshladik. Kompyuter 8 ta asosiy qismlardan iborat. Korpus, blok pitaniya, materinskaya plata, protsessor, sovutish tizimi, operativ xotira, asosiy xotira va video karta. Korpus hamma qismlarni o'z ichiga yig'ib olgan korobka. Uni 3 xil turi bor. Full tower 50 cm dan baland bo'lgan keyslar, midi tower 40-50 cm atrofdagi keyslar va eng kichigi mini tower. U odatda 30-40 cm bo'ladi. SFF turidagi korpuslar eng kichigi hisoblanadi. Ularning ham 3 xil turi bor. Desktop, cube va sandwich. Kompyuterni hamma narsasini quvvat bilan ta'minlaydigan narsa bu quvvatlash bloki. Ya'ni ruscha qilib aytganda blok pitaniya. Kompyuterni blok pitaniyasiz to'g'ridan-to'g'ri rozetkaga ulasa bo'lmaydimi deb so'rashingiz mumkin. Yo'q, chunki rozetkada juda kuchli va stabilniy bo'lmagan tok bor. Blok pitaniyasi shu nestabilniy quvvatni rozetkadan olib, bir xil silliq qilib kompyuterga yetkazadi. Blok pitaniya kuchi vatlarda o'lchanadi. Kompyuteringiz qancha kuchli bo'lsa, blok pitaniya ham xuddi shunaqa kuchli bo'lishi kerak. Masalan, bizda montaj qiladigan kompyuterimizda 850 watt blok pitaniya o'rnatilgan. Ko'pchilik blok pitaniyalar 80+ sertifikatiga ega. Bu nima degani? Agar quvvatlash blokiga 100% nagruzka tushsa, uning KPD, ya'ni foydali ish koeffitsient ko'rsatkichi 80% dan ko'proq bo'lishini mana shu sertifikat kafolatlaydi. Allo. Shu tamsizlar? Blok pitaniyalarning ham 3 xil turi borligini aytmoqchi edim. O'rtacha va katta korpuslarga qo'yiladigan ATX bloklar va kichkina korpuslar uchun mo'ljallangan SFX, TFX, Flex ATX bloklar. Materinskaya plata kompyuterning eng kerakli tana a'zosi. U hamma apparatlarni o'zida ushab, bir-biri bilan bog'lab turadi va ular 4 xil turda bo'ladi. Eng kattasi EATX full tower case'lar uchun, midi tower case'lar uchun ATX platalar, mini korpuslar uchun micro ATX platalar va eng kichkinasi mini ATX. Ona platani o'rtasida protsessor uchun maxsus joy bor. Uni nomi soket. Qiziq. Ona plata bor. Lekin nimaga ota plata yo'q? Soketlar PGA va LGA turlarga bo'linadi. PGA soketda kichkina teshikchalar bo'ladi va u yerga protsessorning oyoqchalari tiqiladi. LGA soketlarda unaqa emas va u yerga tekis protsessorlar o'rnatiladi. Soket atrofida protsessorni quvvatlaydigan bo'limlar bor. Uni nomi VRM va uning vazifasi protsessorni stabil va yonib ketmasdan ishlashini ta'minlash. Ona platadan keyin eng muhim kompyuter a'zosi bu albatta protsessor. Oddiy qilib aytganda, protsessor bu tranzistorlardan iborat bo'lgan kristal. Ustida esa temir qopqoq. CPU, ya'ni protsessor kompyuterning barcha dasturlarini ishlashiga javob beradi. Bunga programma va o'yinlar ham kiradi. Hozirgi ma'lumot kimdir uchun shok bo'lishi mumkin. Tayyormisiz? Protsessorning o'zida ham xotira bor. L1, L2, L3 cache xotira operativ xotiradan ham tez ishlaydi va u yerda kompyuter ishlashi uchun muhim bo'lgan ma'lumotlar joylashgan. Protsessor yaxshi ishlashi uchun uning harorati ma'lum gradusdan oshmasligi kerak. Aks holda u yonib yoki portlab ketishi mumkin. Babam. Dariko, babahni. Shuning uchun kompyuterga sovutish tizimi kerak. Masalan, cooler. U radiator, ventilyator va protsessorga tegib turadigan oyoqchalardan iborat. Cooler va protsessor o'rtasiga termopasta surtiladi. U issiqlikni protsessordan coolerga tezroq o'tkazishga yordam beradi. Agar cooleringiz ona plataga 4 pinli sim orqali ulansa, ventilyator aylanish tezligi o'zi moslashib, o'zgarib turadi. Agar 3 pinli bo'lsa, ventilyator bir xil tezlikda aylanib turadi. Endi navbat operativ xotiraga. Ruschada u o'zu yoki azushka deyiladi. Uni xotira turi DDR bo'lgani uchun u juda tez ishlaydi. Lekin operativ xotira ma'lumotlarni vaqtinchalik saqlash uchun mo'ljallangan. Chunki ular tokdan uzilsa, hamma narsa o'chib ketadi. Ammo bu normal holat. Operativka ma'lumotni doimiy saqlab turish uchun kerak emas. Shunchaki kompyuter ishlab turgan vaqtda o'zida muhim ma'lumotlarni saqlab tursa bo'ldi. Fayllarni doimiy ravishda saqlab turish uchun esa hard disk yoki SSD yordam beradi. HDD temir korpus ichida joylashgan qattiq disk. SSD esa ma'lumot saqlaydigan va juda tez ishlaydigan uskuna. Xotiralar qanday qilib ishlashini umumiy qilib hozir tushuntirib beraman. Deylik, diskda o'yinning fayllari joylashgan. O'yinni ishga tushirganingizda ma'lumotlarning eng muhim qismlari operativkaga boradi. Operativkadagi ma'lumotlardan esa protsessor foydalanadi. Oxirgi eng muhim narsa bu video karta.
U xuddi kompyuter ichidagi yana bitta kompyuterga o'xshaydi. Ichida grafik protsessori, xotirasi va kuleri bor. O'yinlar misolida tushuntiraman. Deylik, kompyuteringiz ichidagi SSD diskda o'yin mavjud va uning hajmi 50 gigabaytga teng. Qachonki siz o'yinni ishga tushirganingizda ana shu 50 gigabayt SSD ichida o'rtacha 80 gigabaytgacha kattalashadi. Ana shu ma'lumotlar ichidan ham eng kerakli qismlari tezkor, ya'ni operativ xotiraga ko'chiriladi. Aytgancha, video kartalarda ham alohida xotira borligini aytgandik. Kelli hozir shunga o'tamiz. Uning xotirasi o'yindagi obyektlar tezroq render bo'lishi uchun ma'lum bir ma'lumotlarni o'ziga ko'chiradi. SSD va tezkor xotiradagi ma'lumotlar bilan protsessor shug'ullanadi. Ya'ni dialoglar, tovush, musiqa, soundtracklar, ssenariy bo'yicha syujet tartibda davom etishi, qo'pol qilib aytganda, sizni ko'zingiz ko'rmaydigan barcha jarayonlar protsessor ichida bo'ladi. Siz ko'zingiz bilan ko'ra oladigan jamiki o'yindagi narsalar esa video kartaning zimmasida. Ya'ni agar sizda qimmat eng zo'r video karta bo'lsa ham, lekin protsessoringiz musor bo'lsa, bu o'yinlarni mazza qilib o'ynaysiz degani. Protsessor, video karta va operativ xotira birga ishlaydi. Ularni maxsus bitta chip bog'lab turadi. Bu chipning nomi Severniy most. Qolgan narsalarga esa Yujniy most javobgar. Bu ikkita most umumiy qilib chipset deb nomlanadi. Bu qisqa videoda sizlar kompyuterlarni osnovasini tushunib oldinglar. Keyingi videoda nimalarni o'rganmoqchisiz? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Ahror. Пока-пока.